أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي İnsanı tanıştırıp şuna deydi ki Hasanul Basri rahimahullah. İnsan bir qancha kundan ibaret. Kullaman qada yawmun in qada bid'un minhu. Her gün ötken, her gün ahırlaşkan haman şu insanın bir partisi tügügen boluyor. Hakikaten bana doğru düşündürüşte, doğru tanıştırış bandı. İnsan bir günümüz emez, her bir minut, sekuntumuz ötken ötse hem biz devamlı xor yapmamız, tüg yapmamız, yo'qolish qarab, eng oxirgi ajal soatiga qarab, xuddi soatning ostida o'sha tez surati ma'murani qilmaslar. İnsan bundan iborat. Shuning uchun har qanday bir kun tong otsa, fajr bo'lgan vaqtida u fajr shundan nido qildi dedi. Ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi ya ibn adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid wa tazawwad minni fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah deb shundan nido qildi. Her günü tanıtqanda. Ey İbn Adam, ey Adam oğlu, men yeni bir yaratılgan, yeni bir mahluk bilgen sen üçün dedi. Senin emelinge, senin hizmetinge, senin iş faaliyetinge men şahit dedim. Ben guvahçı Allah'ın aldıda. Ben hemmesi guvah bulu ben. Menden özenge uzuq tülük ağın dedi. Özəngnin ahireti üçün menden bilgen paydalanğan, özəngnin ahireti üçün bir nərsələrini əməl qilish arqalıq ahiretinge uzuqtülük yıqqın. Ben kıyamet qayım boğuş qaytib kelmeymen ben deb şuna dedi, nida qildi dedi. Kıyamet qayım boğuş ben qaytib kelmeymen deb şuna nida qildi. Hakikaten to'g'ri Hasanul Basri'nin degandek insan bir qancha kundan iborat narsa. Her günümüz tügen hemen şu bir parçamız yo'q bo'lish qarab maqdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda oyatda sura Asr'da shunday deydi. Vel asri innal insana lafi khusr. Asr bilan, zaman bilan qasamki dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman bilan qasamki, shubhisizki, shaksizki inson ziyonliq ichida dedi. Ziyon ichida dedi. Bu yerdagi val asr zaman bilan qasam deb Allohning bergan qasamning javobi inson shaksiz, ya'ni mutlaq holatda ziyonning ichida dedi. Nima uchun ziyonning ichida? Çünkü bazı tefsirlerde şuna kelgan ki, çünkü o insanın her minut, sekundi, günü ötken sıra o insan xorab mağdı yani. Tügeşki qarab, yo'qolish qarab mağdı. Her minut, sekundi ötken sıra. Lekin o insan eğer de Rabbini tanısa, bu ziyan yani her günü bu xorash, onundan xoravatkan bu xoraşni eğer de Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanısa, Rabbinin menhec, dinini tanısa, programmasını tanısa, özünü Allah'ın itaatiga yani yüzlendirip Allah'ın itaatiga selip mağsa, Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi amallar bilan Rabbiga yaqinlashsa, u o'zidan kundi xo'ravatgan bu xo'rashning o'rnini to'ldirib olalaydi dedi. Hakikaten sura Asr'ning keyinida ham bu ziyonkorlikni inson jinsining hammasi ziyonkorlikning ichida deb bo'lib Allah aldı bilan. Yani insan cinsi isimlik bu mahlukның her qandaq insonlar bo'lsa hammasi ziyonkorlikda deb bo'lgandan keyin bu ziyonning ichidan qutulgan kishilarni qanday sifatlagan? Illallazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Bundan mustasno qilib dediki, iymon kelib, faqat iymon keltirgan kishilar, yaxshi amallarni qilgan kishilar va bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar bundan mustasno dedi. Bular o'zining shu kundi xo'ravatgan bu hayotidan tugashga qarab ma'miz ya, bu xo'ravatgan bu ziyonkorlikning ichidan qutulib chiqib, buning o'rnini to'ldira olgan kishilar. Buning o'rnini bu güzel amallar bilan to'ldira olgan ziyonkorlikning ichida bo'lmagan kishilar bo'ladi deydi Alloh subhanahu wa ta'ala. İmam Şafii rahimahullah şunday deydi ki, şu ayetning keyinda hadihi arkanun najat fid dunya. Bu dünyada nicat tepishning, dünyada g'alba qilishning rukunlari bu dedi.
dunyoda najot topishning rukni bu deydi Imom Shafiy rahimahulloh. Dunyoda najot topishning rukni eng asosiy bu deb shunday. Chunki inson chuqum Robbini tunishi kerak, Parvardigorini tunishi kerak. O'zini Alloh subhanahu va taolaning itoatiga, Allohning toatiga yuzlantirishimiz kerak. Chuqum Alloh subhanahu va taolo tarafga kishilarni da'vat qilishimiz kerak. Da'vat qilish, Alloh yo'liga da'vat qilish har bir musulmonning ustiga farz ayin qarindoshlar. Rasululloh ballighu anni walau aya, mendan bir oyat bo'lsa yetkazinglar dedi. Lekin bu farz aynan qaysi farz ayin deganda hammamizga ma'lum bo'lgandek, har bir insonningki bilgan narsasi, bilgan ma'lumotiga ko'ra, ma'lumoti qanchalik bo'lsa va tunug'an kishilarning doirasida, yana har bir musulmon, chunki ammatul muslimin, musulmon umumiy ko'pchilik musulmonlarga nisbatan farz ayin bo'ldig'ini nima desa, faqat o'zi bilgan miqdorda va o'zi tunug'an kishilarga nisbatan farz ayin, ya'ni Allohga da'vat qilish, yaxshilikqa buyurish, yomonlikni o'sish bu farz ayin. Ammo olimlarningki vazifasi undan boshqa cho'ng bo'lgan gap, hammamizga ma'lum. Xo'sh, endi shuning uchun qarindoshlar, inson yuqorida so'zlagan oyatlar buning ma'nosini shuni chiqaramizki, inson yoki u o'zining umrini shunda xo'ritib, shunda ishlatib tugitib o'tadi, yoki bo'lmasa buni go'zal dunyoda Alloh ato qilgan bu ne'matlar bilan dunyoda uni go'zal bir ish qildi, dasmi silib mablag' soladi. Ikkisining birisini qilmay qolmaydi inson. Yoki shu paytda vayron qilib xo'ritib tugitadi, yoki uni eng go'zal narsalar bilan to'ldirib, uni o'rnini dunyoda, hayoti dunyoda, oxirat uchun mablag' soldi bu dunyoda. Robbini tunuydi, Robbining manhaj programmasida ma'lum buni tunuydi, o'zining nafsini Alloh subhanahu va taolaninki itoatiga yuzlantirdi, Allohga butun yaxshi amallari bilan Allohga yaqinlashidi, vaqtini sarf qiladi, mol dunyosini sarf qildi, ulug' ishlar, shu Alloh subhanahu va taolo yo'ldagi barliq go'zal ishlarga sarf qilib, shu bir zaman, shu dunyodagi cheklik hayoti vaqti o'tgandan keyin Alloh dargohida uning manfaat berishi uchun, manfaatga Allohning savobiga, ajriga erishish uchun dunyoda go'zal bir mablag' soldigan bir hayot qilib hayotini shu shaklda davomlashtirdi. الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد